Assalomu alaykum yana bir marta. Kurslarni boshlamoqchimiz. Qaytadan ma'lumot berib o'taman kurs haqida. Demak, e'tibor beraylik. Kurslarimiz mana bu kitob bo'yicha bo'ladi. Matematikadan milliy sertifikat IDC. Kitobni muqovasini oxirida qo'yilgan posterda ko'rishlaringiz mumkin. Bu kitob sotuvga to'liq chiqib bo'lgan, bemalol sotuvdan olishlaringiz mumkin kitobni. Hozircha kurs haqida qisqacha ma'lumot beraman. Demak, kitobda e'tibor beraylik, ikkita qismga bo'lingan misollar, mavzulashtirilgan qism hamda variantlar qismi. Mavzulashtirilgan qismida 900 ta misol, variantlar qismida 20 ta variant, demak mos ravishda bu ham 45 tadan 900 ta misol. Uyga vazifa bu guruhda ko'p beriladi. Uyga vazifa bajarishlaringizga to'g'ri keladi. Men har darsda uyga vazifa kimlar bajarmagan, kimlar bajargan kuzatib turaman. Har darsdagi uyga vazifani menga lichkaga tashlab turishlaringiz kerak bo'ladi. Men belgilab ketaman uyga vazifa bajarganlaringizni. Demak, darsimizni borishi qanaqa bo'ladi? Mana bugungi darsimizda endi variant muhokamasi degan narsa bo'lmaydi, chunki uyga vazifaga variant o'zi berilmagan. Lekin mana hozir aytayapman, umuman olganda dars davomida qayta juda ko'p marta aytaman. Birinchi variant chorshanba kungi darsimiz uchun uyga vazifa bo'ladi sizlar uchun. Demak, chorshanba kungi uyga vazifa darsimizda nima bo'ladi? Men 1 soat davomida darsning yarmida mavzulashtirilgan qismidan 40 ta yoki 45 tacha uyga vazifa bajara olishlaringiz uchun yetarlicha ma'lumot beraman, yetarlicha misollar ishlab ko'rsataman. Darsning qolgan qismida esa, demak, sizlar ishlagan variantdan chiqmagan misollarni, ko'pchilik muammoga duch kelgan misollarni muhokamasi bo'ladi. Men o'zim ishlab ko'rsataman. Demak, variant qismidan chiqmagan misollar. Kitobni o'zini juda yaxshi qulayliklari bor. Men alohida video qilib tashlab qo'yaman. Demak, kanalda kitobdagi variantlarni, mana variantlar berilgan 45 talik variantlarni o'zlaringiz mustaqil uyda ishlab, IDC kitoblar to'plamini, demak, nashriyotini o'zini boti bor. Botiga javoblaringizni yuborgan holda aynan Rush modelida, demak, bilimlarni baholash agentligi natijalarini qanday baholasa, sizlar xuddi shunday natijalaringizni bilishlaringiz mumkin. Qaysi misollar to'g'ri ishlangan, qaysi misollar xato ishlangan, sizlar nechta misol to'g'ri ishlagansizlar va o'sha ishlagan baholaringiz butun O'zbekiston bo'yicha shu variantni ishlagan odamlar orasida nechinchi o'rinda va necha ballga mos keladi, qaysi ballga mos keladi, IDC demak o'shani chiqarib beradi. Shunga qarab, demak, chiqmagan misollar, xato chiqqan misollarni avvalambor guruhni o'zida, Telegramni o'zida mendan istalgan payt so'rashlaringiz mumkin. Telegramda so'ragan misollaringizga qo'ldan kelgancha vaqtim boricha aynan video darslik shaklida javob beraman. Ya'ni bu vaqt dars uchun ajratilgan vaqtimizdan tashqari ham qo'shimcha videolar sifatida misollarni ishlanishlarini guruhga tashlab turaman. Demak, har bitta darsda mavzulashtirilgan qismida 40-45 tacha misol ishlaymiz va undan tashqari, demak, har bitta darsda variant ko'riladi. Demak, darsimizni yarmida men o'zim misollar ishlab ko'rsataman. O'sha 40 talikni ichida e'tiborga loyiq bo'lganlarini, qolgan yarmida esa chiqmagan misollaringizni, demak, muhokama qilamiz. Undan keyin ko'pchilik so'raydigan savollardan biri, hamma misolni ishlab ko'rsatasizmi deb so'rashyapti mendan ko'pchilik. Savolga ha deb ham, yo'q deb ham javob bersam bo'ladi. Hamma misolni sizlar ishlaysizlar, men ishlab ko'rsata olaman. Ya'ni uyga vazifaga misollar beriladi, sinfda ishlangandan tashqari. O'sha misollaringizni orasida chiqmaganlari bo'lsa, yozma ravishda yoki video sifatida yoki ayniqsa agar juda ham yaxshi savol bo'lsa, qiziqarli savol bo'lsa, shunchaki og'zaki javob berish yoki yo'nalish berish yetarli bo'lmaydigan holatlarda men hozir aytganimdek alohida video qilib tashlayman yoki keyingi darsda hamma ko'rishi uchun, demak, men shu jonli efir vaqtida o'sha misolga to'xtalib o'tib ketaman. Keyin kurs narxi ko'pchilik so'rayapti. Kurs narxi boshqa kurslar bilan
hisoblashgan holda, o'ylab ko'rilgan holda qo'yilgan narx butun kurs uchun, demak, kitobni to'liq tugata olishimiz uchun narx 400 ming qilib belgilangan. Men endi nomini aytib o'tirmay, lekin keltirib bera olaman. Bitta kurs bilan taqqosladim. U kursda darslar birinchidan 1 oy davom etgan, ikkinchidan 1 soatdan davom etgan bitta darsimiz. Biz darsimiz 1 soat bilan cheklanmaydi, aniq 2 soatlarga borib qolishi mumkin. Demak, birinchidan farqimiz 1 oy emas, taxminan 2 oy davom etadi bizning kursimiz to kitob tugagunicha. Ikkinchidan darslarimiz 1 soatdan emas, 1 soatdan ancha ko'p davom etadi. O'sha 1 oylik 1 soatlik kurs narxi adashmasam 350 ming so'm edi. Men 2 oylik 2 soatlik taxminan dars uchun 400 ming so'm narx belgiladim. Menimcha narx juda yomon emas shekilli. Keyin yana ko'p berilgan savollardan kitobni topsak bo'ladimi deb so'rashyapti. Meni o'ylashimcha hozirlar mana IDC birinchi qism, IDC geometriya kitoblarini bozordan, do'kondan borib sotib olish uchun nima deb savol bergan bo'lsalaringiz, so'ragan bo'lsalaringiz, xuddi shunaqa qilib bu kitobni ham sotib olsa bo'ladi. To'laqonli, demak, sotuvga chiqqan kitob. Yana ham darslarni boshlarida uyga vazifani bajara olishlaringiz uchun, darsni boshidan qolib ketmasliklaringiz uchun men ruxsat so'ragan holda, demak, uyga vazifalarni rasmga tushirib, alohida tashlab berishim mumkin. To kitob sotib olgunlaringizcha. Ruxsat so'ragan holda, lekin bu. Demak, dars vaqti menimcha hozir ko'pchilikka ma'qul vaqt bo'lsa kerak. Tog' kunlar kechqurun soat 8 da dars bo'lishi. Endi dars vaqti ham umuman olganda juda nisbiy tushuncha, chunki endi bugungi darsimiz sinov darsi, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib zapis qilishga harakat qilaman. Bugungi darsimizning zapisi agar hammaga ma'qul bo'lsa, uzluksiz har darsimiz to'liq boshdan oxirigacha yozib olingan holda YouTube'ga ommaviy emas, maxfiy joylashtiriladi. Faqat link orqali kirib ko'rsa bo'ladigan bo'ladi. Endi maxfiy deganim faqat sizlar ko'ra olasizlar degani emas. Masalan, linkni biror kishiga uzatsalaringiz, o'sha odamlar ham ko'ra oladi-ku-da, lekin unday qilmasalaringiz yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. YouTube platformasi menimcha hamma uchun qulay platforma. Televizorlardan ham, planshet, telefon, kompyuterlardan ham bemalol kirish mumkin. Demak, har bitta darsimiz YouTube'ga yuklanadi to'liq holda. Yana ham agar savollar bo'lsa, hozir savollarni bersalaringiz bo'ladi. Demak, kanaldagi oxirgi post ostiga izoh sifatida. Agar savollar bo'lmasa, 1 minut, 2 minutlardan keyin darsni boshlamoqchiman. Oldindan aytayin, bugun endi kitobni qarab ko'rib, o'sha ko'rgan qismimning ichida juda chiroyli, o'zimga juda yoqqan, atroflicha ma'lumot berish kerak bo'lgan, umuman milliy sertifikat imtihoniga kirmoqchi bo'lgan odam bilishi kerak bo'lgan savollarni, demak, ataylab tanlab olganman. Demak, nechta darsdan keyin to'lov qilishimiz shart degan savol bo'lyapti. Menimcha bunday, agar to'lov qilishda muammosi borlar bo'lsa, to'lovni 2 ga bo'lib qilishning imkoni bor. Bir marta guruhga qo'shilib olguncha to'lovni hech bo'lmasa yarmini qilish kerak. Demak, to'lovni yarmini qilgan odamlarga demak, privatniy guruh uchun link beriladi, guruhga qo'shilib olasizlar. Undan keyin demak, qolgan qismini aytaylik 1 hafta, 2 haftalardan keyin to'lov qilsalaringiz bo'ladi. Endi yana ham birinchi marta dars o'tishim, tizimli qandaydir yo'lga qo'yishni o'rganyapman asta-sekin. Hozircha to'lov masalasida shu imkon boricha men o'zim chalkashib ketmasligim uchun to'lov qilganlarnigina guruhga qo'shganim ma'qul. Yana ham shu birinchi to'lov qilingandan keyin men belgilab qo'yaman, ro'yxatga qo'shaman, yana qaytadan qarab chiqishimga to'g'ri keladi. Shu ozroq boshida mayli yarmini to'lov qilib guruhga qo'shilib, 1-2 haftalarda yana qolgan yarmini to'lash imkoni ham bor menimcha. Yana savollar bo'lsa, bemalol savol bersalaringiz bo'ladi. Ukam SMS yozibdi, ovozi eshitilmayapti deb hal qildik menimcha u muammoni.
Demak, menimcha dars boshlayversak bo'ladi. Xo'sh, men hozir o'zimni kameramni o'chiraman. Endi telefonni, planshetni to'g'rirog'i, ekranini qo'shdim. Xo'p, shundayam hozircha misollarni ishlashni boshlamay turaman. Fikr bildiringlar. Ekranda, demak, meni ekranim ko'rinyaptimi, yo'qmi? Xo'sh, agar ko'rinmayotgan bo'lsa, demak, nimanidir tuzatib olishim kerak. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, darsni boshlasak ham bo'laveradi. Demak, ekran ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Ekran yo'q, ko'rinmayapti. Xo'sh. Tuzatishga harakat qilamiz. Ekran, demak, ko'rinmagan ekan. Endi ko'rinyaptimikan, yo'qmikan? Xo'sh, ekran ko'rinmayapti. Nimadan bo'lishi mumkin bu ekran ko'rinmasligi? Demak, Wi-Fi'da muammo bo'lardi odatda. Men Wi-Fi'ga yaqinroq o'tirib olayin. Ekranda ko'rsatishga harakat qilyapman. Programma qaytarib yuboryapti nima uchundir. Avvalgi marta dars o'tganimda bunaqa muammoga duch kelmagandim. Xo'sh, mana kamera, ekran telefoni, включить translyatsiya, весь ekran osildi, otib yuboryapti. Efirni qaytadan boshlasammikan? Транслируется ekran deb yozyapti. Lekin menimcha ko'rinayotgani yo'q shekilli ekran. Yana xabar bersalaringiz yaxshi bo'lardi. Транслируется ekran degan yozuv chiqyapti menda. Hop, ko'rina boshladi shekilli.
Xo'p, ekran menimcha ko'rinib boshladi shekilli. Har holda menda ko'rinyapti. Xo'sh, menimcha darsni boshlayverganim yaxshi. Xo'p, ekranni zapis qilib boshlaylik. Multimedia mikrofon. Demak, boshladik darsni. Birinchi misolimizga e'tibor qarataylik. 2024 darajasida 2025 ni 7 ga bo'lgandagi ko'rmay qoldim. Xo'p, ekran nimaga yo'qolib qolganini men tushuntirib berayin. Hozir darsni zapis ham qilmoqchi edim. Agar Telegramni o'zi orqali zapis qiladigan bo'lsam, demak, ora-orada nechta o'quvchi borligini ko'rsatib, ozroq charchatgan holda zapis qiladi. Shuning uchun telefonni o'zini zapisini yoqqandim, uzilib qoldi. Bo'ldi, bu muammo to'g'rilandi. Menimcha ekran hozir hammaga ko'rinyapti shekilli. Men hozir Telegramni o'zini zapisini yoqaman, har ehtimolga qarshi. Zapis davom etayotgan ekan Telegramda. Demak, agar hamma narsa ko'rinayotgan bo'lsa, menimcha misollarni ishlab boshlasam bo'ladi. O'zimni ekranimda qaradim, yozuvim ko'rindi. Demak, misol ishlab boshlaymiz. Birinchi misolimiz 2024 darajasida 2025 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni aniqlashimiz kerak ekan. 7 ga bo'lgandagi, demak, qoldiq. Misolni ishlash uchun biz nima qilamiz? Avval daraja asosini 2024 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni aniqlaymiz. Umuman olganda 2024 sonini biz 2023 plus 1 deb yozishimiz mumkin. Nima uchun 2023 plus 1 deb yozib oldik? Chunki 2023 soni 2024 dan oldingi 7 ga bo'linadigan eng katta son. Demakki, qavschidagi ifodani 2023 ni 7n deb yozib olsak, plus 1 darajasida 2025 yozsak, bu yerda bunday bo'ladi. Newton binomiga ko'ra bu ifodamiz, demak, yig'indining 2025 darajasi, yig'indining n-chi darajasi bir xil ko'rinishda ochiladi. Agar yig'indining n-chi darajasini ochsak, Newton binomiga ko'ra eng birinchi qo'shiluvchimiz a darajasida n, keyingi qo'shiluvchilarimiz demak c n dan 1. Ya'ni bu ifoda aynan koeffitsient ko'rinishida yozsak n, keyin a darajasida n-1 hamda b larning ko'paytmasi, keyingi hadimiz c n dan 2, a darajasida n-2 b kvadrat plus va hokazo ko'rinishda davom etadi. Bu yerda har bitta ishora, har bitta koeffitsient va har bitta o'zgaruvchilarni o'zini qonuniyati bor. Ishoralardan boshlaylik. Yig'indining n-chi darajasi bo'lganligi uchun hamma ishoralarimiz plus bo'ladi. Koeffitsiyentlar Newton binomi koeffitsentlari deyiladi. A darajasida n ni oldidagi koeffitsient c n dan 0, keyingi xatni oldidagi koeffitsient c n dan 1, keyingi xat oldidagi koeffitsient c n dan 2 va hokazo. Oxirgi koeffitsiyentlarimiz c n dan n-1 hamda c n dan n ko'rinishda yoziladi. Demak, bizda hozirgi asosiy mulohaza hattoki koeffitsiyentlar ham emas, bizdagi asosiy mulohaza o'zgaruvchilarning darajalari. E'tibor bersak, mana bu yig'indimiz tarkibida n plus bitta xat bo'ladi. Hamda mana shu n plus bitta xadimizning n tasida a qatnashadi. Nima uchun degan savolga javob berib o'taylik. Birinchi xadimizda a ning daraja ko'rsatkichi n, ikkinchi xatda daraja ko'rsatkichi bittaga tushib, b ning darajasi bittaga oshdi. Keyingi xatda a ning darajasi yana bittaga tushdi, ikkitaga tushgan bo'lib qolyapti. B ning darajasi ikkitaga oshdi. Shu asnoda agar yig'indini hisoblab ketaversak,
oxiridan bitta oldingi xat c n dan n minus 1 a o'zi b darajasida n minus 1 hosil bo'lib, plus oxirida b ning n'inchi darajasi qoladi. Endi yig'indiga e'tibor bersak, yig'indining mana buncha qismida a ko'paytuvchi sifatida qatnashgan. Ya'ni mana shu ifodamiz a ga bo'linadigan qanaqadir ifoda. Plus a ga bo'linmasligi mumkin bo'lgan yagona qismi bu b darajasida n. Endi mana bu ifodamizga qaytsak, yig'indining 2025-darajasida qavsni ochsak 2026 ta xat hosil bo'ladi. Lekin mana shu xatlarning deyarli barchasida 7n ko'paytuvchi sifatida qatnashadi. Deyarli barchasida deganimizni aniqlashtirib aytsak, 2025 ta xatda 7n qatnashadi. Ya'ni 2025 ta xat 7 ga bo'linadi. Plus 7 ga bo'linmasligi mumkin bo'lgan, 7 ga bo'lganda qoladigan eng oxirgi xat bu b darajasida n. Ya'ni 1 darajasida 2025. Natijada biz ifodani 7x plus 1 deb, 7 ga bo'lganda qoldiq 1 deb yozishimiz mumkin. Misol anchayin oson bo'ldi. Kelinglar misolga to'ldirish kiritayin. Agarda misolimizda 2024 darajasida emas, 2025 darajasida 2025 berilgan bo'lib, 7 ga bo'lgandagi qoldiq so'ralgan bo'lsa, misolni ishlay olgan bo'larmidik, yo'qmi? Agar e'tibor bergan bo'lsak, biz hozir misolni ancha qiyinlashtirdik. Chunki yuqoridagi holatda 7 ga bo'lgandagi qoldiq atiga 1 edi. Hozirgi holatimizda esa muammoyimiz birozgina kattalashdi. E'tibor beraylik. Bu safar bu misolimizda 2025 ni 2023 plus 2 deb yozib olamiz, darajasida 2025. 2023 soni 7 ga karrali ekanligini hamma bilish kerak. Demakki, yana yuqoridagiday mulohaza qilsak, qavsni ochganimizdan keyin ifodamiz 7n plus 2 darajasida 2025 ga keladi. Mana shu ifodada 2 darajasida 2025 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq nechi bo'lsa, 2025 darajasida 2025 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq ham xuddi shunday bo'ladi. 2 darajasida 2025 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni qanday aniqlaymiz? E'tibor beraylik, juda ko'pchilik biladigan bir ma'lumot bor. Darajaning oxirgi raqami degan tushuncha. Darajaning oxirgi raqamini aniqlash uchun biz nima qilardik? Daraja ko'rsatkichini 4 ga bo'lgandagi qoldiqni aniqlab, asosni kerakli darajaga oshirib yuborardik. Endi biz xuddi shu xossaga o'xshash xossani qoldiqli bo'lishda ifodalashimiz mumkin. Ya'ni 2 ning darajalarini 7 ga bo'lgandagi qoldiq ham cheksiz davriy takrorlanadi. Biz o'sha davr necha ekanligini aniqlab olsak, 2 darajasini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni bemalol aniqlasak bo'ladi. Qanday aniqlaymiz? Qo'lda umuman olganda ozroq fikrlaylik, mulohaza qilaylik. 7 ga bo'lganda qoldiq necha qolishi mumkin? O'zi umuman olganda 1 qoldiq qolishi mumkin, 2 qoldiq qolishi, 3, 4, 5 yoki 6 qoldiq qolishi mumkin. Demak, 2 ning darajalari har 6 tada 7 ga bo'lgandagi qoldiqi cheksiz davriy takrorlanadi deb ayta olamiz. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, demak, davr deb belgilab olaylik. O'sha 6 ni davr 6 emas, 6 dan ko'ra kichikroq son. 3 yoki 2 bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 ni har 3 ta darajasi yoki har 2 ta darajasi 7 ga bo'lgandagi qoldig'i takrorlanishi mumkin. Shuni aniqlamoqchimiz. Faqat yozuvimiz qulay bo'lishi uchun bitta yozuvga to'xtalaylik. A foiz belgisi b yoki a qavsida mod b teng emas 3 ta chiziqcha x teng x. Mana bu yozuvlarga to'xtalaylik. Bu yozuvlar a ni b ga bo'lgandagi qoldiq degan ma'noni anglatadi. Ikkinchi tenglikdagi ifoda ko'proq modulyar arifmetikada kerak bo'ladi. Birinchi tenglikka faqat e'tibor beraylik. Demak, birinchi tenglikda biz ta'rif keltiryapmiz. Mana bu yozilgan yozuv a ni b ga bo'lgandagi qoldiq degani. Xo'p, Fermat teoremasi
haqida savol bo'lyapti. Fermat teoremasi bunday. Avvalambor tub sonlarga taalluqli daraja ko'rsatkichi va asos tub bo'lishi kerak, adashmasam. Keyin har qanday misolda ham Fermat teoremasini qo'llay olmaymiz. Hozirgi misolimizda 2 darajasida 2025 ni keltirishimiz mumkin. 2025 darajasida 2025 ni keltira olmaymiz. Umuman olganda esa Fermat teoremasi demak biz o'rganadigan DTM darajasidagi testdan ko'ra olimpiada darajasiga ko'proq o'tib ketib qoladi. Biz imkon boricha o'zimiz biladigan elementar tilda tushuntirishga harakat qilaman. Demak, 2 ning birinchi darajasini 7 ga bo'lgandagi qoldiq nechi? 2. 2 ning kvadratini 7 ga bo'lgandagi qoldiq nechi? 4. Tabiiyki 2 ning kubini 7 ga bo'lgandagi qoldiq nechi? 2 ning kubi 8, 7 ga bo'lsa qoldiq 1. Davom etaylik. 2 ning 4-chi darajasini 7 ga bo'lgandagi qoldiq nechi? 16 ni 7 ga bo'lsa qoldiq 2. 2 ning 5-sini demak 7 ga bo'lgandagi qoldiq 4 hamda 2 ning 6-sini 7 ga bo'lsak qoldiq 1. Bu nimadan dalolat beradi? Xuddi hozirgina kelishganimizdek, aytganimizdek, har 6 tada takrorlanadi deb ayta olamiz. Lekin 6 tada takrorlanadi deyishimiz ishimizni birozgina qiyinlashtiradi, chunki 3 tada takrorlanganini ko'rib turibmiz-da. Bu yerda asosiy mulohaza shundan iboratki, masalan, agar trigonometrik funksiyaning davri pi bo'lsa, biz bemalol davrini 2pi yoki 3pi yoki 4pi deya olamiz. Lekin bizga eng kichik davri bilan ishlash qulayroq. Demak, darajamizni takrorlanishini eng kichik davri 3 bo'lyapti. Biz 2025 ni 3 ga bo'lgandagi qoldiqni aniqlashimiz mumkin. 2025 ni 3 ga bo'lsak necha qoldiq qoladi? 2025 ni 3 ga bo'lsak raqamlar yig'indisi 9 bo'lib turibdi, qoldiq qolmaydi. Bo'linma nechiligini bizga unchalik qizig'i yo'q. Qoldiq qolmasa, demak bizning sonimiz oxirgi qatorga tegishli bo'ladi. Ya'ni 2025 darajasida 2025 ni ham 7 ga bo'lgandagi qoldi 1 bo'laverar ekan. Men tekshirib izohlarga tashab qo'yayin. Demak 2025 men mana shunday misollarni tekshirish uchun Wolfram Alpha degan saytdan ko'proq foydalanaman. Saytning yaxshi tarafi misolni ishlab bermaydi. Birinchidan, ikkinchidan saytdan foydalanish uchun ham matematikadan yaxshigina bilim kerak bo'ladi. Lekin demak mana shunday misollarni tekshirishda juda chiroyli yordam beradi. Hozir men Wolfram Alpha saytini screenshot qilib izohlarga tashab qo'yaman. Ishlagan misolimiz to'g'ri ekanligiga ham birdaniga ishonch hosil qilib ketgan bo'lamiz. Demak, Wolfram Alpha'dagi screenshotga qarab olsak, 2025 darajasida 2025 mod 7 yozildi. Bu 7 ga bo'lganda qoldiq degani 7 ga bo'lsa qoldiq 1 degan natijaga kelyapmiz. Keyingi misolga o'tamiz. Bugun misollarimiz ko'p, anchagina. Keyingi misolimiz qanday ishlanadi? E'tibor beraylik. 2, 22, 222 va hokazo 102. Sonlar ketma-ketligining nechta hadi 7 ga karrali. Birinchi navbatda bu yerda nechta son bor ekanligiga to'xtalaylik. 1 2, 2 2, 3 2 va hokazo 102 bo'lsa, demak sonlar bu yerda 100 ta. Mana shu 100 ta sondan nechtasi 7 ga bo'linishini biz aniqlashimiz kerak ekan. To'satdan 7 so'rab qolinyapti bizdan. Masalan, 7 ga bo'lgandagi demak sonlar nechtaligini qanday aniqlaymiz? Xollar, bu misolda e'tibor beraylik. 111.111 degan juda chiroyli bir son bor. Bu 5 ta turli tub sonlar ko'paytmasidan iborat. Agar bu sonimizni tub ko'paytuvchilarga ajratsak, 3, 7, 11, 13 hamda 37 hosil bo'ladi. Endi qayerdan kelganini bilmoqchi bo'lsalaringiz, buni 111 ko'paytirilgan 1001 deyishimiz mumkin. 111 3 bilan 37 ning ko'paytmasi, 1001 esa mos ravishda, demak 7, 11 hamda 13 sonlarining ko'paytmasi. Demak, 111.111 soniga karrali bo'lgan sonimiz 7 ga qoldiqsiz bo'linadi deb ayta olamiz. Demak, tekshirib ko'rsak ham bo'laveradi. 2, 22, 222,
2222 hamda 22222 soni 7 ga bo'linmaydi. 222222 soni esa 7 ga bo'linadi deb ayta olamiz. Xo'p, endi 6 ta 2 dan iborat bo'lgan bu son 7 ga bo'linsa, demak, erimizdan yozaveraylik. 12 ta 2 dan iborat bo'lgan mana bu son ham 7 ga bo'linadi. Sababi 222222 soni, demak 222 milliard, 222 million, 222 ning bo'luvchisi. Qisqasi, agar sonimizda ikkilar soni 6 ga karrali bo'lsa, 6 ta 2, 12 ta 2, 18 ta 2 dan iborat bo'lsa sonimiz, u 7 ga karrali deb ayta olamiz. Dastlabki 100 ta son ichida 6 ga karralilari nechta degan savolga o'zgartirib oldik biz savolimizni. Dastlabki 100 ta sonlar ichida 6 ga karralilari, demak 16 ta. 16 ta son 7 ga karrali ekan. Keyingi misolga o'tib olaylik. Keyingi misol proporsiya haqida. Proporsiya haqida ko'pchilik bilmaydigan bir xossani aytib o'tayin. Uzr. Proporsiyaning hadlari nechta bo'lishidan qat'iy nazar, biz uni soddalashtirish uchun har bir hadini ayni bir songa ko'paytirib yuborishimiz mumkin. Ya'ni, mana shu proportsiyadagi barcha nisbatning, demak, barcha hadlarini natural sonlarga aylantirish uchun har bitta proporsiyaning, demak, hadini 6 ga ko'paytirib yuborishimiz mumkin. Proporsiyaning har bir hadini 6 ga ko'paytirsak, nisbatimiz 6. 3/2 ni 6 ga ko'paytirsak 9. 4 ni 6 ga ko'paytirsak 24. 2/3 ni 6 ga ko'paytirsak 4. Ko'rinishida yozishimiz mumkin. Endi esa ko'pchilik biladigan belgilashlarni kiritishimiz mumkin. Nisbatdagi a ning ulushi 6, demak a ni 6x, b ni 9x, c ni, demak, 24x hamda d ni 4x deb belgilashimiz mumkin. Bunaqa belgilashlarni kiritganimizdan keyin bizdan so'ralgan a plus b taqsim c minus d ifodaning qiymatini hisoblash juda uncha qiyin bo'lmaydi. A 6x plus b 9x taqsim c 24x minus d esa 4x. Surat 15x taqsim maxraj mos ravishda 20x. Natija 3/4 ga teng ekan. Keyingi misolga o'taylik. Keyingi misolimiz 46. 46-misolda oraliqlar ustida amallar bajarilayotgani uchun ishlab ko'rsatishga qaror qilganman. Demak, har bitta milliy sertifikatga imtihonga kirmoqchi bo'lgan o'quvchi oraliqlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lishlarni to'liq bilishi kerak. Demak, bu yerda a ning qaysi oraliqda ekanligini aniqlash uchun 16 ni 2 ning 4-darajasi deb belgilayapmiz. 32 ni esa 2 ning 5-si deb belgilab, asoslarni potensiyallasak, 4 dan 5 gacha yarim yopiq oraliqda, yarim yopiq intervalda ekanligi ma'lum bo'lar ekan. Ikkinchi ish, 1/4 dan katta 2 darajasida b kichik 8. 1/4 ni 2 darajasida minus 2 deylik. 2 darajasida b kichik 2 ning 8 ni esa 2 ning kubi deb yana asoslarni potensiyallasak ma'lum bo'ladiki, b minus 2 dan 3 gacha oraliqqa tegishli ekan. Uchinchi qiladigan ishimiz 2 darajasida 2a minus b ifodada 2 darajasida 2 ko'paytirilgan a ni 4-5 oraliq bilan almashtiramiz. Minus b ning o'rniga o'zining qiymatini minus 2-3 oraliqni keltirib qo'yamiz. Teng 2 darajasida 4-5 oraliqni 2 ga ko'paytirsak 8-10 ayrilgan minus 2-3. Mana shu ayirishni bajarishda juda ko'pchilik xato qiladi. Ya'ni 8 dan to'g'ridan-to'g'ri minus 2 ni, 10 dan to'g'ridan-to'g'ri 3 ni ayiradi. Shuni o'zida muammoni sezib turibmiz. 8 dan minus 2 ni ayirsak 10, chap chegara, 10 dan 3 ni ayirsak 7, o'ng chegara bunday bo'lishi esa mumkin emas. Demak, oraliqdan oraliqni ayirish uchun biz ularni to'g'ridan-to'g'ri yozmaymiz. Umuman olganda, oraliqqa oraliqni qo'shish ham, oraliqdan oraliqni ayirish ham quyidagicha bajariladi. Demak, e'tibor beraylik. Ayirma qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymat nechi va
ayirma qabul qilishi mumkin bo'lgan eng kichik qiymat nechi deb so'raymiz. Ikkinchi darajasida e'tibor beraylik. Ayirma eng kichik bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Kamayuvchining eng kichik qiymatidan ayriluvchining eng katta qiymatini ayirishimiz kerak. Ya'ni 8 dan 3 da ayiryapmiz. Ayirma eng katta bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Kamayuvchining eng katta qiymatidan ayriluvchining eng kichik qiymatini ayirishimiz kerak. Bizda yana bitta juda katta muammo oldimizda turibdi. Muammo shundan iboratki, ifodalarimizga ochiq qavs qo'yamizmi, yopiqmi? Bu savolga mana bunday javob beramiz. Kamayuvchi 8 bo'la oladimi, yo'qmi? Ayriluvchi 3 bo'la oladimi, yo'qmi? Agar ikkala savolga ham javobimiz ha bo'lsa, demak bemalol yopiq qavs qo'yishimiz mumkin. Ikkala savoldan hech bo'lmasa bittasiga yo'q deb javob bersak, biz u ishni qila olmaymiz. Ya'ni, demak, yopiq qavs qo'yilmaydi, ochiq qavs qo'yiladi. Demak, savolga birga javob beraylik. Kamayuvchi 8 bo'la oladimi? Yo'q. Boshqa savol so'rab o'tirishni ham hojati yo'q, bu yerda ochiq qavs qo'yiladi. Eng katta qiymatga to'xtalaylik. Kamayuvchi 10 bo'la oladimi? Ha. Ayriluvchi -2 bo'la oladimi? Yo'q. Chunki ochiq qavs qo'yilgan ayriluvchida. Demakki, o'ng tomonga ochiq qavs qo'yiladi. Xullas, bizda ayirmamizning eng katta qiymati 12 bo'la olmaydi. Lekin ochiq chegara qo'yib ishlatishimiz mumkin. 2 ning darajasida 5 u 12. Mana shu ifodaga ham bir to'xtalishimiz kerak. Hozir ko'pchilik sezmaydi, e'tibor bermaydi, lekin 2 darajasida x funksiya haqida gap ketyapti. Bu funksiyamiz o'suvchi funksiya. O'suvchi funksiya bo'lganligi uchun daraja ko'rsatkichidagi x ni asosga ta'sir ettirganimizda oraliq chegaralari o'rni almashmaydi. Ya'ni o'ng chegara o'ngda, chap chegara chapda turaveradi. Lekin agar aksincha bo'lganda edi, masalan y teng 1/2 darajasida x bo'lganda edi, bu funksiyamiz kamayuvchi funksiya bo'lganligini hisobiga, demak, bizni oralig'imizni chegaralari qarama-qarshi tarafga o'zgargan bo'lar edi. Endi maqsadim shunchaki misolni ishlash emas, matematikani batafsilroq o'rganish. Bunaqa vaziyat kelmayapti, unday misol bo'lmaydi deb ishlamasdan, aytmasdan ketgandan ko'ra aytib ketganim yaxshi. Demak, oraliqning chap chegarasi 2 ning 5-darajasi, o'ng chegarasi esa 2 darajasida 12. 2 ning 5-darajasi 32, 2 ning 12-darajasi esa 4096. Natijamiz C javob ekan. Xo'p, ba'zi misollarda kichik arifmetik kamchiliklarga yo'l qo'yishim mumkin. Arifmetik kamchilik degani hisob-kitobda qo'shish ayrishda kamchilik bo'lishi mumkin degani. Menda endi hammamiz ham odammiz, xato qilib turamiz. Ayniqsa men xatolarga ko'proq moyilman. Shuning uchun menda doim chat ochiq turadi, izohlar ochiq turadi. Agar biror muammo bo'lsa, demak izohlardan muammoni ko'rib, hal qilib bartaraf etib ketishim mumkin yo'l-yo'lakay. Davom etamiz. Keyingi misolimiz 59 ekan. 59-misolda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar bular ildizlar. Ildiz qatnashgan har qanday ifodada aniqlanish sohasiga diqqat bilan e'tibor berishimiz kerak. Shartini o'qisak, agar mana shunaqa ifoda bo'lsa, aning qiymatini toping deyapti. Ifodaga qarasak, bu umuman olganda ikkita noma'lumlik funksiya. Ikkita noma'lumlik funksiyani shunchaki bizga demak qiymatini toping deb aytib ko'ryapti. Nima qilishimiz kerak? Demak, aniqlanish sohasiga to'xtalamiz kelishilganday. A minus B mana birinchi ildizimiz mavjud bo'lishi uchun katta yoki teng 0 bo'lishi kerak va B minus A ikkinchi ildiz mavjud bo'lishi uchun katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Sistemaga e'tibor bersak, birinchi tengsizlikda A katta yoki teng B, ikkinchi tengsizlikda esa B katta yoki teng A ga kelamiz. Bu ziddiyat. To'g'rirog'i, faqatgina bir qiymatda o'rinli bo'ladigan mulohaza. Bu ifodamiz faqatgina A va B o'zaro teng bo'lsa o'rinli bo'ladi. A va B o'zaro teng bo'lsa, biz ifodaning qiymatini topa olamiz, hamma B'larning o'rniga A ni qo'ygan holda. Ilzosda A minus A plus 3A plus 5A plus ilzosda A minus A taqsim mahrajda. E'tibor beraylik, A plus A teng.
Ilzosda minus a 0. Suratda 8 taqsim mahrajda 2 ifodaning qiymati 4 ga teng ekan. Davom etamiz. Keyingi misol. 63. 63 ga o'xshagan misollarda shartiga e'tibor beraylik. A va B butun sonlar uchun 3/2 ayrilgan 4 ning 7-darajasi teng A/2 minus B deyiladi. Bunaqa misollarni men hazillashib urinib ko'rish usulida ishlaymiz deyman. Hatto'm ham juda ko'p misollarda agar ishlashga bir harakat qilib ko'rsak, urinib ko'rsak, misollarimiz demak ishlanadi. Hop, bu misolni ishlash uchun 3/2 minus 4 ning 7-darajasini hisoblamasligimiz aniq-ku, to'g'rimi? Qonuniyat izlaymiz. Qonuniyatni esa 3/2 minus 4 ning turli xil darajalari orasida izlamoqchimiz. Kelinlar 3/2 minus 4 ning kvadratini hisoblab ko'raylik. Nimaga teng? Bu ifoda ayirmaning kvadrati 3/2 ni demak kvadratga oshirsak 18 minus endi demak 2 ko'paytirilgan 3/2 ko'paytirilgan 4 natijamiz bizga 24/2 ni beradi plus 4 ning kvadrati esa 16. Bizning natijamiz nimaga teng bo'ldi? 34 minus 24/2 ga teng bo'ldi. Hozircha ifodada qanaqadir qonuniyat sezganga o'xshamayapmiz. Kelinlar kubini hisoblaylik. 3/2 ayrilgan 4 ning kubi nimaga teng? Bu ifodani 3/2 ayrilgan 4 ning kvadrati ko'paytirilgan 3/2 ayrilgan 4 deb yozib olaylik. Teng. Xo'p, 3/2 ayrilgan 4 ning kvadratini hisoblab oldik. 34 minus 24/2 ekan. Uni demak 3/2 minus 4 ga qaytarib ko'paytiryapmiz. Teng. 34 ni 3/2 ga ko'paytirsak, xo'sh 102/2 ekan. Minus 34 ni 4 ga ko'paytirsak, xo'sh 136 minus 24/2 ni 3/2 ga ko'paytirsak, 24 kere 3 72 -2 kere 2 144 degan natijaga keladiganga o'xshayapmiz. Plus 24/2 ni demak 4 ga ko'paytirsak, xo'sh 4 ga ko'paytirsak plus 96/2 ga kelar ekanmiz. Teng. Xo'sh, yig'indi 198/2 minus 280 bo'ldi. Demak, bu usulda biror natijaga keladiganga o'xshamaymiz. Har holda urinib ko'rdik, biroz vaqt yo'qotgan bo'lsak ham. Endi so'ralgan natija ifodaga e'tibor beraylik. 2a kvadrat minus b kvadrat so'ralgan. Bu ifodani nima qilamiz? Kvadratlar ayirmasiga keltirsak bo'ladi bu ifodani. A/2 ning kvadrati minus b kvadrat deb. Kvadratlar ayirmasiga ko'ra bu ifodamiz A/2 minus b ko'paytirilgan A/2 plus b ga kelar ekan. Mana shunaqa demak chiroyli misol tanlangan. A/2 minus b ni nimaga tengligini biz bilamiz. Demak 3/2 minus 4 darajasida 7 ekan. Ko'paytirilgan. Endi A/2 plus b-chi. A/2 plus b ifodamiz shu ifodaning plusligi bo'ladi-da. Ya'ni demak 3/2 plus 4 yig'indining 7-darajasi. Natijada asoslarni ko'paytirsak kvadratlar ayirmasiga keladi. Aniqroq qilib aytsak, demak 3/2 ning kvadrati minus 4 ning kvadrati darajasida 7 teng. 3/2 ning kvadrati 18 minus 4 ning kvadrati 16 darajasida 7 teng 2 ning demak 7-si. D javob degan xulosaga keldik. Misol chiroyli, lekin boshqa usullarni ham bir qiziq ko'rdik. Boshqa usul demak o'xshamaganini ikkinchi qadamdayoq sezib orqaga qaytdik. Bu demak imtihonda ishlash jarayonida bizga juda qo'l keladi. 107-misolda nima qilishimiz kerak? E'tibor beraylik.
x kvadrat plus 2x plus 4 ifoda biror nima eslatmayaptimi? Bu ifodamiz to'la kvadratga kelmaydi, chunki o'rtada 2x qatnashgan, 4x bo'lsa to'la kvadratga kelgan bo'lardi, lekin kublar ayirmasi qisqa ko'paytirish formulasini ikkinchi qavsidagi ifodani aynan o'zi, ya'ni a kvadrat plus ab plus b kvadratga mos keladi. Yozishda davom etaveraylik. Qo'shilgan 8 taqsim x minus 2 ko'paytirilgan x kvadrat minus 2x plus 4 ayrilgan 8 taqsim x plus 2. Istaganlar ba'zilar mana shu ikkita qavsda kvadratlar ayirmasini ko'rishi mumkin. Lekin bu uncha yaxshi usul emas, chunki o'yinda bizda juda katta yaxshi qurol yashiringan. X kvadrat minus 4. Kelinlar x kvadrat minus 4 ni x minus 2, x plus 2 ko'paytuvchilarga ajratib olaylik. X minus 2 ni biz birinchi qavsga, x plus 2 ni esa ikkinchi qavsga kiritishimiz mumkin. Natijada nima hosil bo'lyapti bizda? Birinchi qavsda x minus 2 bilan x kvadrat plus 2x plus 4 ning ko'paytmasi plus 8 taqsim x minus 2 ni x minus 2 ga ko'paytirsak 8. Ikkinchi qavsda x plus 2 ni kiritib olganmiz qavsiga. X plus 2 ko'paytirilgan x kvadrat minus 2x plus 4 ayrilgan. 8 taqsim x plus 2 ni x plus 2 ga ko'paytirsak 8. X minus 2 x kvadrat plus 2x plus 4 ifodamiz kublar ayirmasiga ko'ra x ning kubi minus 8 ni beradi, plus 8. Keyingi ifodamiz x ning kubi plus 8 minus 8 bo'lsa, natija x kub ko'paytirilgan x kub, ya'ni x ning 6-si bo'lar ekan. Keyingi 138-misolga to'xtalaylik. 138-misolda biz an ketma-ketlikni ko'rishimiz mumkin. Bu an ketma-ketligimiz hech qanaqa arifmetik progressiya emas. An deb belgilandi degani, demak arifmetik progressiya bo'ladi degani emas. Ifodada biz chiroyli qonuniyat hosil qilishimizning imkoni bor. Kelinlar avval suratni mahrajga xatma-xat bo'laylik. Suratda n kvadrat plus n ni ajratib yozib olib, mahrajga bo'ldik. Qo'shilgan bir taqsim n kvadrat plus n teng n kvadrat plus n ni n kvadrat plus n ga bo'lsak 1 plus bir taqsim n kvadrat plus n esa ko'zimizga yaqin, o'zimizga qulay, n ko'paytirilgan n plus 1 ko'rinishida yozib oldik. Endi qiladigan ishimiz bitta ikkita xatlarni aniqlashtirib olaylik. A1 nimaga teng ekan? A1imiz 1 plus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 1 plus 1 ya'ni 2. A2miz nimaga teng? 1 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 plus 1 ya'ni 3. Va hokazo A9 nimaga teng? A9imiz 1 plus 1 taqsim 9 ko'paytirilgan 10 ga teng ekan. Shunda bizning yig'indimiz A1 plus A2 plus va hokazo plus A9 yig'indi qaysi ko'rinishga keladi? A1 bu 1 taqsim 1 plus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan. A2 bu 1 plus 1 taqsim, demak 2 ko'paytirilgan 3 plus va hokazo plus A9 esa 1 plus 1 taqsim 9 ko'paytirilgan 10 teng. Avvalambor nechta qo'shiluvchi bor ekanligiga to'xtalaylik. 9 ta qo'shiluvchi bor. Bu 9 ta qo'shiluvchi bor degani 9 ta 1 bor degani. 9 ni yozib olamiz plus. Qolgan qismini qavsida yozsak 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus va hokazo plus 1 taqsim 9 ko'paytirilgan 10 teng 9 plus qavsida. 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 bizga 1 minus 1 taqsim 2 ni beradi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3, 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 o'sha mashhur o'zimizning misolimiz. Hamma bilish kerak, bu misol deyarli hamma kitoblarda bor. Misolning eng sodda ko'rinishi berilgan bizda. Minus 1 taqsim 2, 1 taqsim 2, 1 taqsim 9lar hisoblashdi. Qavsidagi ifoda 0,9 ga teng. 9 ni qo'shsak, yig'indi 9,9 ekanligi ma'lum bo'lar ekan. Keyingi misolga o'tyapmiz. Keyingi misol birozgina bizni chalg'itishi mumkin. E'tibor beraylik. Avval sonlarni yozib olamiz. A nimaga teng? Logaritm 5 asosga ko'ra 11 ga. B-chi? Logaritm 9 asosga ko'ra 27. C esa logaritm 2 asosga ko'ra 3. Biz bu yerda b ning qiymatini aniq bilamiz. Logaritm 9 ni 3 ning kvadrati deb 27 ni 3 ning kubi deb olsak, natija 3 taqsim 2 ekan. Biz a ni va c ni endi 3 taqsim 2 bilan taqqoslamoqchimiz. 3 taqsim 2 bilan taqqoslash qanaqa bo'ladi? A da logaritm 5 asosga ko'ra 11,
logaritm 5 asosga ko'ra 5 darajasida 3 taqsim 2 dan ko'ra kattami yo'qmi degan savolga javob topmoqchimiz. Bu ifodamiz logaritm 5 asosga ko'ra ildiz ostida 125. 11 ni biz bilamizki, ildiz ostida 121 ga teng. Ya'ni a logaritm 5 asosga ko'ra ildiz ostida 125 dan ko'ra kichik. Ya'ni a 3 taqsim 2 dan kichik. C ni 3 taqsim 2 bilan taqqoslamoqchimiz. E'tibor beraylik. Logaritm 2 asosga ko'ra 3 taqsim 2 ni 2 darajasida 3 taqsim 2 desak, bu ifodamiz logaritm 2 asosga ko'ra ildiz ostida 2 ning kubi, ya'ni 8 ko'rinishiga keldi. Biz bilamizki, logaritm 2 asosga ko'ra 3, ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra ildiz ostida 9. Logaritm 2 asosga ko'ra ildiz ostida 8 dan ko'ra kattaroq. Demakki, xulosa qilsak, A eng kichigi, B o'rtachasi va C eng kattasi ekanligi ma'lum bo'lar ekan. Xo'p, videoni zapisi bor bo'ladi, aniq. Men zapis tashib qo'yaman. Zapisni bir ko'rib chiqasizlar. Agar zapis ma'qul bo'lmasa, endi ma'qul bo'lmasa, men qaytadan videoni uyda alohida zapis qilaman. 201-misolga to'xtalaylik. 201-misolda tangens 10 gradus, tangens 20 gradus plus tangens 20 gradus ko'paytirilgan tangens, demak 60 gradus plus tangens 60 gradus ko'paytirilgan tangens 10 gradus berilgan. Misolni ishlash uchun nima qilamiz? Tangens 10 gradus hamda tangens 20 gradusga vaqtincha tegmay turaylik. Plus tangens 20 tangens 60 plus tangens 60 tangens 10 ifodalarda tangens 60 gradusni vaqtincha qasddan tashqariga chiqarib turmoqchimiz. Qarshidagi ifoda tangens 20 gradus plus tangens 10 gradus bo'lar ekan. Endi o'zimizga yordamchi sifatida yig'indining tangensi formulasini chorlaymiz. E'tibor beraylik, biz tangens 30 gradusdan, ya'ni tangens qavsni olib tashlaylik. Tangens demak 20 plus 10 gradusdan foydalanmoqchimiz. Yig'indining tangensi tangens alfa plus tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa ko'paytirilgan tangens betaga teng. Natija tangens 30 ni berishini biz bilamiz. Mahrajni 10 ga ko'paytirish qilib o'tkazish orqali mana bu yig'indini nimaga tengligini aniqlashtirib olishimiz mumkin. Ifodamizni davom ettirsak bo'ladi. Tangens 10 ko'paytirilgan tangens 20 o'z holicha turaversin. Plus tangens 60 ga ham tegmaylik, qiymatini bilsak ham. Tangens 20 plus tangens 10 ni o'rniga tangens 30 ko'paytirilgan qarshida 1 minus tangens 20 gradus ko'paytirilgan tangens 10 gradusni olib kelib qo'ymoqchimiz. Tangens 60, tangens 30 o'zaro teskari sonlar, ular qisqaradi. Qavsni ochganimizdan keyin tangens 20, tangens 10 ko'paytmalar ixchamlashib, natija 1 qolar ekan. Keyingi misolga o'tyapmiz. E'tibor beraylik. Misolimiz mana bunday. X ning kubi minus 6x kvadrat plus 5 teng 0. Kubik tenglamaning eng katta va eng kichik ildizlari farqi a ga teng bo'lsa, demak tenglamaning eng katta va eng kichik ildizlari farqi a ga teng ekan. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? Misolga e'tibor beraylik. Biz har qanday kubik tenglamani ishlay olamiz. Faqat kubik tenglamani ishlay olishimiz uchun bizga uning xususiy ildizlaridan biri kerak bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Tenglamamiz qaysi ko'rinishda? X ning kubi minus 6x kvadrat plus 5 teng 0 ko'rinishda. Bu tenglamada koeffitsiyentlar yig'indisi 0 ga teng ekanligi aniq-ku. Shundan mulohaza qilishimiz mumkin, xulosa qilishimiz mumkin, tenglamaning ildizlaridan biri 1. Agar tenglamaning ildizlaridan biri 1 bo'lsa, Bezout teoremasiga ko'ra biz ayta olamizki, berilgan ko'pxat x minus 1 ga bo'linadi. Agar Bezout teoremasi, kubik tenglamaning ishlanishlari sizlar uchun yangilik bo'lsa, tushunarsiz bo'lsa, menda YouTube video darsligi bor bu mavzular bo'yicha. Ana shu yerga, demak, post ostiga
video darslikni linkini tashlab qo'yaman. Ko'rib o'rganib olsalaringiz bo'ladi. O'rganishga arziydigan, o'rganish kerak bo'lgan juda chiroyli mavzular bor. Xulosa qilyapmiz. Chapdagi ifodani x-1 ko'paytuvchiga keltirsak bo'ladi. Agar x-1 ko'paytuvchiga keltirsak, biz kubik tenglamani kvadrat tenglamagacha qisqartirgan bo'lamiz. Qanday qilib? X kub ifoda x-1 ga kelishi uchun bizga minus x kvadrat yetishmayapti. Minus x kvadrat hosil qilish uchun minus 6x kvadratni bo'laklarga bo'lgan bo'laylik. Minus 5x kvadrat. Hozir minus 5x kvadratni oldiga plus 5 ni yozib, kvadratlar ayirmasi bo'yicha guruhlashimiz mumkin edi, lekin kelinglar, umumiy usul bo'lsin, ya'ni doim o'rinli bo'lgan usulga qarab harakatlanaylik. Minus 5x kvadrat x-1 ga kelishi uchun uni yonida 5x qo'shiluvchi sifatida qatnashgan bo'lishi kerak. 5x ni biz o'zimizdan qo'shdik, o'rniga qaytarib qo'yishimiz kerak. Minus 5x yozib, plus 5 deb teng 0 desak, ko'paytuvchilarga ajratgan bo'lamiz. Mana bu guruhda x kvadratni qasddan tashqariga chiqarsak x-1, keyingi guruhda minus 5x ni umumiy ko'paytuvchi sifatida qasddan tashqariga chiqarsak qarshida yana x-1. Oxirgi guruhda minus 5 ni chiqarib olsak, qarshida x-1 hosil bo'ldi, teng 0. Umumiy ko'paytuvchi sifatida x-1 ni qasddan tashqariga chiqarsak, qarshida x kvadrat minus 5x minus 5 teng 0 tenglama hosil bo'ldi. Kelishib olganimizdek, biz kubik tenglamani kvadrat tenglamagacha qisqartirib yozib oldik. Birinchi ildizimiz ko'rinib turibdiki 1. Ikkinchi ildizni topish uchun iloji yo'q, diskriminantga murojaat qilamiz. Diskriminant nimaga teng? 25 plus 4 ko'paytirilgan 5, ya'ni 20. Natija 45 ga. Tenglamani ildizlari 5 plus ildiz ostida 45 taqsim 2 va 5 minus ildiz ostida 45 taqsim 2. Bizga eng katta va eng kichik ildizlar ayirmasi kerak edi. Nima qilsak bo'ladi endi? Biz oxirida topgan irratsional yechimlarimizning taqribiy qiymatlarini aniqlasak, 3 ta yechimimizdan qaysi biri eng katta, qaysi biri eng kichik ekanligi ma'lum bo'ladi. Ildiz ostida 45 ni kelinglar hisob-kitob uchun taxminan 6.8 deb olaylik. Har holda ildiz ostida 49 7, ildiz ostida 45 esa ildiz ostida 49 dan ko'ra kichikroq. 6.8 deb olsak, suratda 6.8 ga 5 ni qo'shsak, demak 11.8, 2 ga bo'lsak 5.9. 5.9 taxminan 6 ga teng bo'lgan ildiz hosil bo'ldi. Ikkinchi ildizimiz taxminan nimaga teng? 5 minus 6.8 bo'lingan 2 desak, taxminan minus 0.9. V teoremasiga ham ancha-muncha mos kelyapti. Bizlar yig'indisi 5 bo'lishi kerak edi har holda. Nimani aniqladik? Eng katta ildizimiz 5 plus ildiz 45 taqsim 2 hamda eng kichik ildizimiz 5 minus ildiz 45 taqsim 2 ekanligi ma'lum bo'ldi. X teng 1 ildizimiz o'rtancha yechim ekan, u bizga juda uncha kerak emas ekan. A'ni topish uchun biz eng katta ildizdan eng kichik ildizni ayiramiz. Ayirmamiz nimaga teng? 5 lar ixchamlashadi. 2 ildiz 45 taqsim 2 natijamiz ildiz 45 ekan. A ildiz 45 hozirgina kelishganimizdek 7 ga yaqin, 6 dan kattaroq son. Taxminan 6.8 dedik. Javoblarga qarasak, D javob 6 dan katta yoki teng, 8 dan kichik deb aytilgan javob bizga ma'qul ekan. Xo'p, men biroz vaqt efirga qaytayin. Xo'p, izohlarni bir ko'rib chiqayin. Hammaga tushunarli bo'lyaptimi? Hamma o'rganyaptimi, yo'qmi? Ekran yo'qoldi. Ekranni men o'zim o'chirdim. Xo'sh, translyatsiyani yo'qlayapman. Misollarni kitobdan hozir baribir bittada topolmaysizlar. Aytayapman, kitobni varaqlab, misollarni o'zim tanlaganman faqat. Men yana bir chiqib qaytadan kirsam ekan.
Yaxshigina eslab turganda, nimaga tegindim shunga? Ko'rinmayaptimi? Ko'rindimi? Hop, mana. Bitta yozib yuboringlar, hammaga ekran ko'rinyaptimi? Davom ettirmoqchimiz. Demak, ko'rinyapti. Davom etamiz. Dars necha soat bo'lishi o'zi umuman olganda bugun aniq bo'ladi. Chunki sinov darsi misollarni maydalab tushuntirsam ko'p davom etadi. Tez-tez ishlab tashlasam kam davom etadi. Shunaqaroq. Demak, 84-misolga e'tibor beraylik. Shartini kattaroq qilib yozaman. Demak, x ning 4-si minus 2x kvadrat plus 3 darajasida 4 qo'shilgan. X kvadrat plus 2x plus 4 ning kvadrati kichik yoki teng 25. Bu ko'rinishdagi tengsizliklar maxsus yo'l orqali yechiladigan masalalar mavzusida ko'proq keladi. Qanday ishlasak bo'ladi misolni? Har bitta qavs ichida biz ekran xo'p ko'rinmayapti deb yozishyapti, lekin ekran menda ko'rinyapti. Katta televizorga ham chiqarib qo'yganman, ko'rinsa menda ham bilinadi. Ko'rinib turibdi, balkim internetlaringizda muammo bordir. Xo'sh, tekshirib ko'rayin. Yo'q, muammo yo'q. Ekran ko'rinyapti, ishlayapti. Zapisini tashlab qo'yaman. Zapisdan ko'rib olsalaringiz bo'ladi bemalol. Qolganlarga ko'rinib turgan bo'lsa davom ettiraylik. Demak, katta biz nima qilamiz? X ning 4-si minus 2x kvadrat ifoda to'la kvadratga kelishga tayyor bo'lib turibdi. Bizga faqat 1 kerak. Demak, oxiridagi plus 3 ni plus 1 plus 2 deb yozsak bo'ladi. Darajasida 4 plus. Ikkinchi qavsda x kvadrat plus 2x plus yana 4 ni 1 qo'shilgan 3 deb yozib olamiz. Kvadrati kichik yoki teng 25. Endi e'tibor bersak, x ning 4-si minus 2x kvadrat plus 1 ifoda x kvadrat minus 1 ayirmaning kvadratiga teng ekan. Plus 2 ning 4-si qo'shilgan x plus 1 yig'indining kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati kichik yoki teng 25. Misol qanday ishlanadi? Qiymatlar sohasiga ko'ra bu misolni ishlasak bo'ladi. Belgilangan qavs ichidagi ifodaga e'tibor bersak, x kvadrat minus 1 ning kvadrati to'la kvadrat. To'la kvadrat 0 dan cheksizgacha qiymatlar qabul qiladi. 0 ga yo'q qavs. Agar 2 ni qo'shsak, bizni ifodamiz 2 dan cheksizgacha oraliqqa tegishli bo'ladi. 2 dan cheksizlikgacha oraliqni 4-darajaga oshirsak, bizning ifodamizning qiymati, demak, 16 dan cheksizlikgacha ekan. Ya'ni birinchi qo'shiluvchi qabul qilishi mumkin bo'lgan eng kichik qiymat 16. Ikkinchi qo'shiluvchida ham xuddi shuni mulohaza qilamiz. X plus 1 ning kvadrati 0 dan cheksizgacha qiymatlar qabul qiladi. 3 ni qo'shsak 3 dan cheksizgacha, 3 cheksiz oraliqning kvadrati 9 dan cheksizgacha qiymatlar qabul qiladi. 16 cheksiz oraliqqa 9 cheksiz oraliqni qo'shib 25 dan kichik yoki teng son chiqarishimiz talab qilinyapti. Xo'p, bu doim ham bo'lavermaydi. Bu qiymat, ya'ni 25 ga teng bo'lgan qiymat faqat va faqat bitta holda o'rinli bo'lishi mumkin. Agar birinchi qo'shiluvchi 16, ikkinchi qo'shiluvchi 9 bo'lsa, birinchi qo'shiluvchini 16 dan boshqa yoki ikkinchi qo'shiluvchini 9 dan boshqa hech qaysi qiymatida yig'indi 25 dan kichik bo'lishi yo'qda tursin, 25 ga hattoki teng ham bo'la olmaydi. Xulosa qilyapmiz. Birinchidan x kvadrat minus 1 ning kvadrati plus 2 ning 4-si 16 ga teng bo'lishi shart. Hamda x plus 1 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati 9 ga teng bo'lishi shart. Shu sistema o'rinli bo'lsagina tengsizlik o'rinli bo'ladi. Birinchi ifodaga e'tibor bersak, x kvadrat plus 1 ning kvadrati teng minus 1 ning kvadrati, teng 0. Tenglamay kelamiz.
Bu tenglamaning yechimlari x teng plus minus 1. Ikkinchi ifodaga e'tibor bersak, x plus 1 ning kvadrati teng 0 holatiga kelamiz. Bu tenglamaning yechimi minus 1. Sistema ishlayotganimizni eslatib o'tayin. Ikkala shartni ham qanoatlantiradigan yagona qiymat bu minus 1. Endi masalaning shartiga diqqat bilan e'tibor beraylik, kattalashtirib ko'rsatayin. Demak, tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta butun yechimi m minus 1 deyilgan ekan, ya'ni minus 1 chiqardik. Biz m ning 4-inchisi minus m ning kubi plus 7 ni hisoblashimiz kerak. M ning o'rniga minus 1 ni qo'ysak, m ning 4-inchisi bu 1. Minus 1 ning kubi minus 1, ayrilgan minus 1 plus 1 ni beradi, qo'shilgan 7 teng 9 ekan. Biz natijamiz 9 bo'ldi. C javob. Davom etmoqchimiz. Keyingi misol modulli tengsizlik. Bu modulli tengsizligimiz fikrlab ishlanadigan misol. E'tibor beraylik. Modulli tengsizliklarni ishlash uchun ilojimiz boricha qo'ldan kelgancha modulni ochib olishga harakat qilishimiz kerak. Ozroq mulohaza qilamiz. Agar x kvadrat minus 10x plus 16 0 ga teng bo'lsa, nima bo'ladi? X kvadrat minus 10x plus 16 0 ga teng bo'lsa, modul ichi 0 katta 0. Tengsizlik o'rinlimi? Yo'q, o'rinli emas. Bu holat bizni shartni qanoatlantirmaydi. Agar x kvadrat minus 10x plus 16 0 dan katta bo'lsa, nima bo'ladi? Agar modul ichi 0 dan katta bo'lsa, moduldan ifoda o'z holicha chiqadi. Biz bilamiz. Demakki, chapda x kvadrat minus 10x plus 16 katta, o'ngda ham x kvadrat minus 10x plus 16 hosil bo'ladi. Bu tengsizlik doim noo'rin bo'lgan tengsizlik. Ya'ni bu oraliqda ham yechimga kelmaymiz. X kvadrat minus 10x plus 16 manfiy bo'lsa-chi? Manfiy bo'lsa, shunchaki mulohaza qilaylik. Modul ichida manfiy son katta manfiy sondan. Nima deb o'ylayapmiz bu mulohaza haqida? Bu tengsizligimiz doim o'rinli. Doim o'rinli degan so'zni birozgina xato ishlatdik. Aniqroq qilib aytsak, qaralayotgan oraliqda doim o'rinli. Qaralayotgan oraliqda doim o'rinli. Ya'ni bizni qaralayotgan oralig'imiz berilgan tengsizlikning to'laqonli yechimi bo'la oladi. Endi bu misolimiz oraliqlar usulida ishlanadi. Yechimlarimiz 2 va 8. 2 va 8 atrofida ishora tekshirsak, bu oraliqdan 0 musbat, manfiy, musbat oraliqlarga kelamiz. Demak, x tegishli 208 oraliq. Bu oraliqda nechta butun yechim bor? Ochiq oraliqda nechta son borligini topish uchun o'ng chegaradan chap chegarani va 1 ni ayirishimiz kerak. 5 ta. 3, 4, 5, 6, 7 sonlar. 5 ta butun son bor ekan. Xo'p, o'ngda yozilgan yordamchi yozuvlarni qisqartiraylik. O'ng tarafdagi misolimizning joyini egallamasin. Misolda yana chiroyli mulohaza qilish imkoniyatimiz bor. Hamma diqqat bilan e'tibor bersin. Y teng ax kvadrat plus 2x plus b parabolaning uchi 1,6 nuqtadan iborat ekan. A ko'paytirilgan b ning qiymatini topishimiz kerak. Savol paydo bo'lishi mumkin. Juda oson, juda xunuk misol tanlanibdi ekan deb. Yo'q, meni maqsadim misolni ishlab ko'rsatish emas. Men hozir bu yerda sizlarga yo'nalish ko'rsatmoqchiman. Agar biror bir parabolaning tavakkal 3 ta nuqtasi berilgan bo'lsa, biz javobni ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishida izlaymiz. Bu degani nima degani? O'sha 3 ta nuqtaning koordinatalarini birma-bir berilgan tenglikka olib kelib qo'yib, 3 ta noma'lumli, 3 ta tenglamali sistema qilib ishlaymiz. Agar 3 ta ixtiyoriy nuqta berilgan bo'lsa. Agarda e'tibor beraylik, mulohazani davom ettiramiz. Parabolaning nollari, ya'ni ox o'q bilan kesishish nuqtalari berilgan bo'lsa, masalan, x1 0 va x2 0 nuqtadan o'tadi deyilsa, yoki o'zimiz sezib qolsak, ba'zida shunaqa misollar beriladi. Mana bu parabolada bu 2, bu 3 deydi. Nollarni ko'rib turibsiz-ku. Biz javobni mana bu ko'rinishda emas, mana bu ko'rinishda izlasak, ancha vaqt tejaymiz. Masalan, mana shu misolda
y teng a ko'paytirilgan x minus 2 ko'paytirilgan x minus 3 desak, mana bu usuldagiday 3 ta o'zgaruvchi bilan, 3 ta parametr bilan emas, bitta parametr bilan ishlagan bo'lamiz. Ya'ni bizda bittagina parametr bor bo'ladi. O'sha parametrni topsak, sistema 3 ta tenglama deb o'tirmaymiz, bitta tenglama ko'rinishiga keladi. Agar parabolaning uchi bizga berilgan bo'lsa, ya'ni e'tibor beraylik, parabolaning uchi x0 y0 berilgan bo'lsa, biz parabolani a ko'paytirilgan x minus x0 ning kvadrati qo'shilgan y0 ko'rinishida izlashimiz va o'rganishimiz kerak ekan. Ya'ni bizda parabola uchi 1,6 nuqta bo'lgan bo'lsa, biz uni y teng a x minus 1 ning kvadrati qo'shilgan 6 deb yozsak, ishimizni ancha yengillashtirgan bo'lamiz. x0 teng minus b taqsim 2a, y0 teng minus diskriminant taqsim 4a formulalardan foydalangandan ko'ra, mana shu usulimiz yaxshiroq. Chunki qasni ochsak nimaga kelamiz? a x kvadrat minus 2ax plus, e'tibor beraylik, 1 ning kvadrati 1, a ga ko'paytirsak a plus 6 ifodamiz teng ax kvadrat plus 2x plus b ga. Mos koeffitsiyentlarni birma-bir tenglashtirsak, bosh koeffitsiyent a, bosh koeffitsiyent a o'z holicha turibdi. Ikkinchi koeffitsiyent minus 2a teng nimaga? 2 ga. Bundan a ni topdik, nima? Minus 1. Hamda ozod xat a plus 6 b ga teng. Agar a plus 6 teng b bo'lsa, sistema qilib yozib qo'yaylik. B teng nechiga? 5 ga. Chunki minus 1 plus 6 natijaga kelyapmiz. A ko'paytirilgan b ifodamiz minus 5 ekan. Mana shu ko'rinishda javobni izlashimiz, demak, birozgina vaqt tejab beradi bizga. Xo'sh, misol juda ko'p joy egalladi. Men birozgina kechiraytirayin. Bu demak bizga yordam, mulohazalar. 58-misolga to'liq kirishimiz kerak. E'tibor beraylik 58-misolga. Qanday ishlanadi bu misol? 58 ni ishlash uchun chizmani kattaroq qilib chizmoqchiman. Yoki umuman olganda berilgan chizmani o'zidan mana bunday foydalansak ham bo'ladi, agar hammaga yaxshi ko'rinsa. Xo'sh, shartini bir o'qib olaylik. Chizmada 3x plus 4y minus 36 teng 0, x teng a, y teng 3 chiziqlar grafigi va tasvirlangan. ABC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi 1 ga teng. Xo'p. Misolni ishlash uchun birinchi navbatda kutilmaganda mana bu burchakdan boshlasak qiziq bo'ladi. Hozir men ruchkani ingichkaroqdan qo'yib olayin. Mana shu burchakdan boshlasak qiziq bo'ladi. Birinchi navbatda berilgan to'g'ri chiziq tenglamasini y teng kx plus l ko'rinishida yozib olaylik. Undan y ni topsak nimaga teng ekan? Y-imiz demak minus 3x taqsim 4 plus 9 ga teng ekan. 3x bilan 36 ni 10 ga o'tkazib 4 ga bo'lib yubordik. Shunda tangens alfa nimaga tengligini hammamiz bilamiz. Minusdan 3 taqsim 4. Bizga tangens alfa emas. Mana bu burchak beta kerak. Agar tangens alfamiz minus 3 taqsim 4 bo'lsa, tangens betamiz 3 taqsim 4 ni o'zi bo'ladi. Endi e'tibor beraylik. Y teng 3 chiziq va OX o'qi o'zaro parallel. Demak, mana bu burchak beta. Bu burchagimizning tangensi 3 taqsim 4. Demakki biz mana bu kesmani 3x yopishgan katetni qanday ko'rinyapti? 4x deb belgilasak bo'ladi. Agar bunday belgilasak, e'tibor beraylik. Gipotenuza 5x bo'ladi-ku. Shunda biz ikkinchi ishga o'tishimiz mumkin. E'tibor beraylik. To'g'ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi teng katetlar yig'indisi minus gipotenuza taqsim 2 ga, ya'ni x ga teng ekan. 3x ga 4x qo'shsak 7x, 5x da ayirsak 2x, 2 ga bo'lsak x. Mana shu x radiusi 1 ga teng deb aytganda 1 ga teng deyilyapti. X necha ekan?
1 ekan. Endi xo'sh, boshqa rangdagi ruchka olaylik. Yashil bo'lsin. 4x 4 ga teng, yashil ko'rinmas ekan, qora bo'laversin mayli. 4x 4 ga teng ekan. Xo'p, 3x 3 ga teng ekan, 5x esa 5 ga teng ekan. Endi nima qilamiz? Endi bizni qiladigan ishimiz xo'sh, a ning qiymatini topishimiz kerak ekan. A ning qiymatini qanday topamiz? E'tibor beraylik, mana bu masofa a. Agar biz C nuqtaning absissasini topib olsak, deylik C nuqtaning absissasini x1 desak, AC kesmamiz, demak bir chekkaga yozaylik, AC kesmamiz x1 minus a bo'ladi. Va uni biz 4 ga tenglashtirishimiz mumkin, chunki AC katet 4 ga tengligini aniqladik. C nuqtaning absissasi x1 ni qanday topamiz? C nuqtaning ordinatasidan foydalanib topamizda. Ya'ni berilgan to'g'ri chiziqda y ni o'rniga 3 ni qo'yamiz. 3x1 C nuqta haqida gap ketyapti. Qo'shilgan 4y degani 4 ko'paytirilgan y ni o'rniga 3. Minus 36 teng 0. Shunda 3x1 teng 36 dan 12 ni ayirayapmiz, 24. Bundan x1 ni topsak necha ekan? 8 ekan. x1 teng 8. Natijada 4-ish A savoliga javob topdik. 8 minus A teng 4 ekan. Bundan A ni topsak necha bo'ldi? 4 bo'ldi. A teng 4 ekan. Endi OBC uchburchak yuzini topishimiz kerak. OBC uchburchak yuzini topishni kelinglar o'zlaringizga qoldirayin. Lekin yo'nalish berib ketaman. Yo'nalish qanaqa? E'tibor beraylik, mana ko'k ruchkani oldim. C nuqtaning koordinatasi bizda bor. Endi hozir O, B, C chizma xunuk bo'ladi, biroz ko'p vaqt ketadi. Tezroq demak darsni tugatib, keyingi misollarga to'g'riroq o'tmoqchiman. C nuqtaning absissasi nechi? 8. Ordinatasi-chi? 3. B nuqta haqida gaplashaylik. B nuqtaning absissasi nechi? A, ya'ni 4. Ordinatasi-chi? Ordinatani topish uchun x o'rniga 4 qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan 4 12, 36 dan 12 ni ayirsak 24, 4 ga bo'lsak 6. Demak, bu nuqtaning ordinatasi 6 ekan. OBC uchburchakda OB masofa bizda bor, OC masofa bizda bor, BC masofa bizda bor. OBC uchburchakning uchala tomoni uzunligi ham ma'lum. Bemalol Geron formulasidan foydalansak bo'ladi. Yana ham ushbu uchburchak yuzini topishni usullari juda ko'p. Masalan, burchaklardan foydalanib ishlasak bo'ladi. Biror bir balandlikni topib olishimizning imkoni bor. Masalan, O nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani aniqlasak, nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani aniqlab olsak, yana ham osonroq bo'lar ekan, bunday o'ylab qarasak. Plus usul tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana shu qismini o'zlaringizga uyga qoldirayin-da, keyingi misolga o'tayin. 58 degan yozuvni o'chirib tashlayapman. Xo'p, davom etamiz. Bu avvalgi misol, kattaligini shunga qarab to'g'rilab olayin. Mana shunday. O'ttiz ikkinchi misol. Shunaqa misollar oxirgi paytlar demak modaga aylandi, urfga aylandi. Qanday ishlanadi bu misollar? E'tibor beraylik. f at x teng 3x kvadrat minus 2x plus integral minus 1 dan 1 gacha f' at t dt. Ya'ni bu funksiyamiz o'zini o'zi chaqiruvchi funksiya ekan. Chunki funksiyani ta'rifida f at x funksiyani o'zi qatnashyapti. Nima qilamiz bunday vaziyatlarda? E'tibor beraylik, mana bu ifodamiz to'g'ri integral hisoblay olmaymiz hozircha. Aniq integral, lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar bu ifodamiz son bu. Qanaqadir son. Masalan, f ni integralni hisoblaymiz, bir funksiya hosil bo'ladi. Unda t ni o'rniga bir marta 1 ni qo'yamiz, bir marta minus 1 ni qo'yamiz, ayiramiz. Xullas, bu ifoda son ekanligini bilib oldik, kelishib oldik. Demakki biz bu tenglikdan hosil olishimiz mumkin. Hosilamiz f' at x teng 3x kvadratning hosilasi
6x minus 2x ning hosilasi 2 plus sonning hosilasi 0. Ya'ni bizning funksiyamiz hosilasi 6x plus 2 ekan. Hosiladan foydalanib biz yuqoridagi integralni hisoblashimiz mumkin-ku. Demak, ikkinchi ish integral minus 1 dan 1 gacha f' at dt ni hisoblamoqchimiz. Teng. Xo'p, minus 1 dan 1 gacha f' at nima? 6t minus 2 dt. Integralni hisoblaylik. 6t ning integrali nima? Demak, 3t kvadrat minus 2 ning integrali. Xo'sh. 2 ning integrali 2t. Shu ifodaning minus 1 dan 1 gacha aniq qiymatlari kerak. T'larni o'rniga 1 ni qo'ysak 3 minus 2 ayrilgan. T'larni o'rniga minus 1 ni qo'ysak 3 ayrilgan minus 2 ekan. Natijada ifodamiz nimaga teng bo'ldi? 1 minus 5, ya'ni minus 4. Demakki, bizning funksiyamiz qaysi ko'rinishda? F at x teng 3x kvadrat minus 2x minus 4 ko'rinishida. Bundan f at 2 ni topsak nimaga teng? 3 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 2 minus 4. 3 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati bu 12. 12 dan 4 ni 2 marta ayirsak, natija 4. B javob ekan. Tushungan bo'lsak, keyingi misolni ishlanishiga o'taylik. 24. 11 metrlik jarimadan tepilgan to'pning gol bo'lish ehtimoli 4 taqsim 5. Gol bo'lish ehtimolini P deylik, 4 taqsim 5. 5 ta zarbadan 4 tasi gol bo'lishi ehtimolini topishimiz kerak. Hop. Ehtimollar nazariyasida Bernoulli tajribasi hamda Bernoulli formulasi degan tushuncha bor. Qisqacha tushuncha berib o'tayin bu haqida sizlarga. Bernoulli tajribasi degani biror bir ehtimoli o'zgarmaydigan tajribani n marta takrorlashga aytiladi. Masalan, narda toshini yoki tangani 10 marta ketma-ket tashlayapmiz. Bu amal Bernoulli tajribasi deyiladi. O'sha 10 marta tashlaganimizda bizga qiziq bo'lgan hodisa necha marta sodir bo'ladi degan savolga javob Bernoulli formulasi orqali beriladi. Bernoulli formulasini ham o'tgan video darsligim bor. Bu video darslikni ham men tashab qo'yaman. Siz kursga yozilsalaringiz, umuman olganda barcha video darsliklarimga vaqt kelganda ega bo'lishlaringiz mumkin ekan. Bernoulli formulasi mana bunday. Ehtimoli P bo'lgan tajriba n marta takrorlanganda biz ko'zlagan maqsad m marta sodir bo'lishi ehtimoli c n dan m ko'paytirilgan p darajasida m ko'paytirilgan 1 minus p darajasida n minus m. Har bitta ko'paytuvchini juda chiroyli usulda tushuntirishni imkoni bor. C n dan m nima uchun qo'yilyapti? C n dan m qo'yilishiga sabab e'tibor beraylik. Masalan, n taka-takcha bor. Ya'ni n marta biz tajribani takrorlayapmiz. N marta penalti tepyapmiz deylik. Biz shulardan mana 5 marta tepyapmiz. 4 tasida gol urishimiz kerak. Bu yerda aynan qaysi 4 tasi gol bo'lishini bizga qiziq yo'q. Mana bu gol bo'lib, bunisi gol bo'lmay, qolganlari gol bo'lishi shartni qanoatlantiradimi? Aha. Boshidagi 4 ta tepganimiz gol bo'lib, oxirgi gol bo'lmasligi shartni qanoatlantiradimi? Qanoatlantiradi. Biz guruhlashga qarab boryapti. Demak, guruhlashimizni soni nechtaligini C n dan m ko'rsatib beradi. P darajasida m nima? P nima narsa edi? Demak, hodisaning sodir bo'lish ehtimoli, ya'ni gol urishimiz ehtimoli. Nechta gol urishimiz kerak? M ta gol urishimiz kerak. M ta gol ura olishimiz uchun m marta o'sha ehtimollik sodir bo'lishi kerak. Ya'ni m marta shularni ko'paytirishimiz kerak. 1 minus p nima narsa? 1 minus p gol ura olmasligimiz ehtimoli. Ya'ni biz kutayotgan hodisa sodir bo'lmasligi ehtimoli. Darajasidagi n minus m nima? Daraja ko'rsatkichidagi n minus m necha marta gol bo'lmaganini ko'rsatib turuvchi son. Qanday qilib? Biz
n marta tepyapmiz. Shulardan mtasi gol bo'lsa, n minus mtasi gol emas bo'lgan bo'ladi. Formulani oz-oz tushungan bo'lsak, qaytarib aytayapman, video darsligi tashlanadi. Misolni ishlanishiga to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketaveraylik. C 5 ta tepganimizdan 4 tasi gol bo'lishi kerak, ko'paytirilgan. P gol bo'lish ehtimoli 4 taqsim 5. Nechta gol bo'lishi kerak? 4 ta gol bo'lishi kerak. 1 minus P gol ura olmasligimiz ehtimoli 1 taqsim 5. Nechta ura olmasligimiz kerak? Bitta. C 5 dan 4 nimaga teng? 5 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paytirilgan 1 faktorial. 4 taqsim 5 ning 4-inchisi nimaga teng? 4 ning 4-inchisi 256 taqsim 5 ning 4-inchisi esa 625 ko'paytirilgan 1 taqsim 5. 5 faktorial bilan 4 faktorial hamda 5 qisqaradi, natija 256 taqsim 625 ekan. Bu degani nima ma'noni anglatadi? 5 ta penalti tepish bitta tajriba deb olinsa, masalan, bitta odam boryapti, 5 ta penalti tepyapti, uyga ketyapti. O'sha penalti tepadigan odamlar 625 ta bo'lsa, katta ehtimol bilan, yana ham aniq aytib bo'lmaydi, chunki aniqlik yo'q. Ehtimollik degan so'zni o'zi umog'inda aniq emas degan ma'noni anglatadi. Lekin katta ehtimol bilan shulardan 256 tasi gol uradi. Gol urish naryoqda tursin, 4 ta gol uradi degan ma'noni anglatadi. Bernoulli tajribasiga ko'ra bu ifoda. Xo'p, ovoz kelmayapti deb yozilgan ekan. Qolganlarda qanaqa ovoz, shuni bir aytib yuboringizlar, men darsni kelgan joyidan davom ettiraman. Ovoz kelmayotgani endi faqatgina menga bog'liq emas, balki telefondan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Demak, ovoz eshitilyapti, kelyapti ekan. Men kelgan joyidan davom ettiraveray. Asta-sekin, demak, misollarimizni geometriya qismiga o'tdik. Men bitta preview berib ketayin. 1, 2, 3 ta misolimiz qolibdi. 3 ta geometriyaga oid misolni ishlaymiz. Shu bilan darsimiz yakunlanadi. Tayyor bo'lsak, qibrga e'tibor beraylik, shartini o'qiylik. ABC uchburchakda AB 10, BC 15, AC esa 20 deyilgan ekan. Mana bu A, bunisi B, bunisi esa C bo'lsin. AB 10, BC 15 hamda AC 20. I bisektrisalar kesishgan nuqta. Demak, bisektrisalar kesishgan nuqtani aniqlab olaylik. Mana shu I bisektrisalar kesishgan nuqta bo'lsin. C-dan ham o'tkazaylik, juda uncha zarur bo'lmasa ham. E'tibor beraylik. Misolni, bu ko'rinishdagi misollarni ishlashni qulay usulini qisqacha tushuntirib o'taman. Bizga savolga qaraylik. BI ning uzunligi kerak. BI ning uzunligini topish uchun mana bunday hiyla ishlatamiz. E'tibor beringlar. Hozircha B dan tushgan bisektrisa haqida gaplashaylik. Bu bisektrisa bilamizki, o'zi tushgan tomonni yon tomonlarga proporsional kesmalarga ajratadi. Ya'ni, o'zi tushgan nuqtani L nuqta desak, AL 10x, LC 15x bo'ladi. Endi diqqat bilan BCL uchburchakka e'tibor beraylik. BCL uchburchakda CI nima narsa? BCL uchburchakda CI bisektrisa emasmi? Bisektrisa bo'ladi, chunki C'dan chiqarilgan bu kesma bisektrisa ekanligi aniq. Buni alfa desak, bu ham alfa. Endi xuddi yuqoridagi xossani, demak, xuddi yuqoridagi xossani biz BCL uchburchak uchun qo'llaymiz. CI o'zi tushgan tomonni yon tomonlarga proporsional kesmalarga ajratadi, deya olamizmi? Ya'ni BI ning IL ga nisbati teng. BC ning CL ga nisbati. BC nimaga teng? BC 15 ga taqsim. CL nimaga teng? CL 15x ga teng. 15 larni qisqartirsak natija 1 taqsim x. Va bu 1 taqsim x chiqqan natija tasodif emas. Qonuniyat har doim har qanday bisektrisalar kesishish nuqtasi orqali 1x nisbatda kesmalarga ajraladi. Faqat biz o'sha
birov x ni nima ekanligini yaxshilab adashmagan holda belgilab yozib olishimiz kerak. Kelinlar tezgina hisoblab olaylik. Atsa kesmaga qarasak 10x bilan 15x ning yig'indisi bizga 20 ni beradi. 25x 20 ga teng bo'lsa x teng nima? 4 taqsim 5. 1 taqsim x nima? 5 taqsim 4. Endi e'tibor beramiz. Agar bi ning il ga nisbati 5 taqsim 4 bo'lsa, biz bi ni 5 ta, il ni 4 ta deb belgilab olamiz. Bo'ldi, bu misolda qilishimiz kerak bo'lgan asosiy ish qilindi. Ikkinchi qiladigan ishimiz BL bisektrisa uzunligini topamiz. Bu uzunlik ilzosida e'tibor beraylik. AB yon tomon ko'paytirilgan BC yon tomon minus AL kesma ko'paytirilgan LC kesma teng ilzosida AB 10 ko'paytirilgan BC 15 minus AL 10x bo'lsa x o'rniga 4 taqsim 5 qo'ysak 8, LC 15x bo'lsa x o'rniga 4 taqsim 5 qo'ysak 12. Umuman olganda ayirsak ham 12. 150 dan 96 ni ayirsak 54 shekilli. Biz bu 54 ni 9 ni chiqarib olgan holda 3 ilzosida 6 deb yozamiz. Uchinchi ish BI nimaga teng? BI'miz 5 ta, IL esa 4 ta bo'lsa, BI BL ning 9 dan 5 qismi bo'ladi. Chunki BI 5 ta, BL 9 ta bo'ladi. BI ni 5 taqsim 9 BL deyishimiz mumkin. 5 taqsim 9 ko'paytirilgan 3 ilzosida 6 ifodamiz 5 ilzosida 6 taqsim 3 ga teng. A javobda bor ekan. Keyingi misol 69. E'tibor beraylik 69-misolga. Rombni men o'zimga qulay bo'lganligi uchun bu ko'rinishda chizib olmoqchiman. Men o'tgan yil yaxshi natija ko'rsatgan shogirdlarimga ham maslahat berdim, sizlarga ham o'sha maslahat berayin. Mana bu ko'rinishdagi misollarni ishlash uchun hech qaysi kesmani uzunligini iloji boricha topmaslikka harakat qilinglar. Bu ko'rinishdagi misollar faqat va faqat nisbat orqali ishlanadi. E'tibor beraylik. A, B, C, D. Rombning yuzi, demak, romb yuzi 24. Biz FGDH5 burchak yuzini topishimiz kerak. Bu yerda BH kesma AD ning o'rtasiga kelib tushadi. Chizmada birozgina muammo bo'ldi. BH kesma AD ning o'rtasiga kelib tushdi. BJ kesma CD ning o'rtasiga kelib tushdi. Demak, AH, HD, JD hamda JClar o'zaro teng. Misolni ishlash uchun biz nima qilamiz? Diqqat bilan e'tibor beraylik, juda chiroyli usulda ishlasak bo'ladi. BD diagonalni o'tkazamiz. BD diagonal bilamizki, rombning yuzini teng 2 ga bo'ladi. Xossalari juda ko'p bu diagonalni. Endi qiladigan ishimiz AC diagonalni o'tkazamiz. AC diagonal va BD diagonalni o'tkazib bo'lgandan keyin hamma ABD uchburchakka diqqat bilan e'tibor bersin. ABD uchburchakda BH nima narsa? Mediana. Savol. A, mana bu nuqtani oddiylik. AO nima narsa? E'tibor beraylik. BD uchburchak tomoni va romb diagonal. Bilamizki, rombning diagonallari kesishish nuqtasida teng 2 ga bo'linadi. BO kesma bilan DO kesma o'zaro tengmi? O'zaro teng. Demak, AO ham medianada. Agar unday deydigan bo'lsak va D dan ham kesishish nuqtasidan o'tadigan kesma o'tkazsak, biz 3 ta mediana o'tkazgan bo'lamiz. Biz bilamizki, uchburchakning medianalari uning yuzini 6 ta teng bo'laklarga bo'ladi. Ya'ni mana bu yuzalarning har birini S deb olishimiz mumkin. Xuddi shu ishni o'ngga qarab bajarsak, bu yerda ham S'lar hosil bo'lar ekan. Rombning yuzi chapda 6 ta, o'ngda 6 ta, 12 ta S ga ajraldi. 12 S teng ekan 24 ga. Bundan S ni topsak 2. Endi YHDJF
Besh burchakni biz birozgina yo'qotib qo'ydik chizmamizda. Lekin tezgina topib olsak bo'ladi. Mana bu Y H D J F. Xo'p, mana bu ko'rinishdagi besh burchak. Nima deb o'ylayapsiz? Bu besh burchakda nechta S bor? 4 ta S bor. S 2 ga teng bo'lsa, 4S 8 ga teng ekan. Bugungi oxirgi misolimiz 85. E'tibor beraylik, 85-misolni qanday ishlaymiz? 85-misolni ishlash uchun kelinglar bitta xossa o'tib ketaylik. Aylanaga urinma o'tkazilgan bo'lib, urinish nuqtasidan biror bir vatr o'tkazsak, xossamiz quyidagicha diqqat bilan e'tibor beraylik. Vatr tortib turgan markaziy burchak vatr va urinma orasidagi burchakdan 2 marta katta bo'ladi. Vatr va urinma orasidagi burchakdan 2 marta katta bo'ladi. Qanday qilib isbotini keltiraylik, keyin isbotini keltirgandan keyin yana chizmani mana shu holiga qaytarib qo'yaman. Isbotimiz qanaqa bo'ladi? E'tibor beraylik. Bizda mana markaziy burchakni bilmaymiz deb tasavvur qilaylik. Bilmaymiz markaziy burchakni. Urinmaga tushirilgan radius urinmaga perpendikulyar bo'ladi. Agar urinma bilan vatr orasidagi burchak alfa bo'lsa, bizni uchburchagimizni ichki mana bu burchagi 90 minus alfa ekan. Ichkaridagi uchburchak teng yonli ekanligidan foydalanib, biz bu burchakni ham 90 minus alfa ekanligini ayta olamiz. Ushbu ikkita burchak yig'indisi 180 minus 2 alfa. Biz bilamizki, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Agar ushbu ikkita burchak yig'indisi 180 minus 2 alfa bo'lsa, bizni demak markaziy burchagimiz 2 alfaga teng bo'lishi kerak. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 bo'lishi uchun. Endi misoldagi chizmani alohida chizib olaylik, e'tibor beringlar. Misoldagi chizmada nima berilyapti? Ikkita aylana berilgan. Bu aylanalar o'zaro tashqi urinadi. Tashqi urinadigan ikkita aylana qo'ldan kelgancha mana chizyapmiz. Endi nima bo'lyapti? Birinchi aylanadan o'tadigan bir kesuvchi, ko'k rang bilan chizaylik. Ikkinchi aylanaga urinib o'tar ekan. Demak, mana bu nuqta A, urinish nuqtasi D. Endi birinchi aylana markazidan A nuqtaga kesma tushiryapmiz. A nuqtadan aylanalar urinish nuqtasi orqali o'tuvchi kesma o'tkazib, shu kesmaning ikkinchi uchini ikkinchi aylana markazi bilan tutashtiryapmiz. Shunday bo'lsin. Bo'ldi. Endi e'tibor beraylik. Bu O1, bu B, bu O2. O1 A nechi? 4 shartga ko'ra. AB 2, O2 3. Biz qiladigan ishimiz nima? Biz aylanalar markazlarini tutashtiramiz. Ular tabiiyki aylanalarning urinish nuqtasidan o'tadi. Endi diqqat bilan e'tibor bersak, to'qroq birorta rang tanlab olayim. Shunday bo'lsin. Mana bu burchak hamda mana bu burchak o'zaro teng, chunki ular vertikal. Endi qiladigan ishimiz urinish nuqtasidan o'zimiz uchun yordamchi bir chiziq o'tkazamiz, urinma. Vaqtincha chapdagi chizmani o'chirib turaylik. Keraksiz chiziqlarni ham o'chiraylik. Mana shu yerda chapda o'rgangan xossamizni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni urinma bilan BC vatr orasidagi burchakni qaytadan urinma bilan BC vatr orasidagi burchakni gamma deb belgilasak, mana bu burchagimiz 2 gamma bo'ladi. Vatr tortib turgan markaziy burchak. Endi e'tibor beraylik, BC ni davomida
shu urinma bilan gamma hosil qiladigan burchak bor, chunki vertikallar. Buni ham gamma deb belgilasak, yana keraksiz chizmalarni o'chirib tashlayin. Chizmaga qaytadan qaraylik. Yuqorida ham AB vaqt va B nuqtada o'tadigan urinma orasidagi burchak gamma bo'lyapti. Demakki, O1 markaziy burchak yana 2 gammaga teng. Nima xulosaga kelyapmiz? Xulosamiz mana bunday, yuqoridan yozayin. 3-ish. Hosil bo'lgan A, O1, B uchburchak bilan B, O2, C uchburchaklar o'xshash. Chunki ichki burchaklari mana keraksiz chizmalarni o'chirib tashlasak. Ichki burchaklar alfa va 2 gamma. Men buni konspektini tashlasam ko'pchilik uchun tushunarsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun qaytarib chizib qo'yay. Biz o'xshash ekanligini aniqladik. O'xshash bo'lsa, demak, alfaning qarshisidagi 4 ning 2 gammaning qarshisidagi 2 ga nisbati teng. O'ngdagi uchburchakda alfaning qarshisidagi 3 ning 2 gammaning qarshisidagi BC ga nisbatiga teng ekan. Bu tenglikdan BC ni topsak 1,5. Misolimiz ishlandi, chunki bizdan so'ralgan savol AD ni topish. Diqqat bilan e'tibor beraylik. Yana keraksiz kesmalarni o'chirib tashlamoqchiman. Mana keraksiz kesmalarni o'chirdik. Kerakli kesmani o'chirib ketdim. Mana AD aylanadan tashqaridagi A nuqtadan aylanaga o'tkazilgan urinma. Bu urinma AB va AC'lar ko'paytmasiga teng. Demak, yozamiz. Urinmaning kvadrati, ADning kvadrati teng. AB ko'paytirilgan AC teng. ABning 2. 2. AC-chi? 3,5. To'g'ri. 3,5. Natija 7. Agar ADning kvadrati 7 bo'lsa, ADning o'zi teng ekan ilzosti 7 ga. Xo'p, bugun ishlab ko'rsatmoqchi bo'lgan misollarim mana shulardan iborat edi. Endi qiladigan ishimiz, xo'sh, men zapisni tugatayin.